olmasdı bir qadamı. Do'ga şükür mana og'riqsiz bosib yuribman. Bemorimizda 15 kun avval chapchani son bo'g'imlarga totaliy protezlar jarrohlik amaliyotini ustozimiz Allohon G'alibonovich bilan birgalikda o'tkazib bergandik. Bemorimiz hozir holatlari yaxshi, qoniqarli, mana ko'rishinglar mumkin. Jarohat bitgan. Hozir iplarni o'qib qo'yaman. Kelganlarda bemorimizni chapchani son bo'g'imlarda og'riq juda kuchli edi. Chap tomonga oqsoqlab yurardilar. Hamda chap oyoqlari o'ng oyoqqa nisbatan 3-4 sm kaltaligi bor edi. Hozir bu kaltaliklar yo'q, bemorimiz yurishlari yaxshi. Mana xo'ja onamiz yurishlari operatsiyadan keyin 15 kundan keyingi holatlari. Kelavering. Yaxshi bo'ldingizmi xo'ja ona? Rahmat. Mana 5 kun bo'ldi. 3 kunda yurishni boshlagan. Bugun mana yaxshi ipini oltirdim. Oldingi oyoqlarimni bosishi sho'l bosib bo'lmasdi bir qadamı. Do'ga shukr mana og'riqsiz bosib yuribman. Hammaga rahmat. Xudo xolasa, yana 15 kundan keyin qadamni ham tashlab, o'zlari mustaqil yurishni boshlaydi.